Nur içine bilimdektir, güzel yağıyor. Buluşuda birisi şu Şöhret Mutellip akimiz, Rişat akimiz, Mahmut akimiz, Muhammed Emin akimiz, Abdüşkür akimiz, Enver akimiz, Şöhret Seyyid Ahmet akimiz ve barlıq başka aziz ustazlarımız bilen görüşkenligim bo'lgan xo'shalligim, hayajon. Yeni birisi men tünöge yetgende ancha xo'sh olmadimchu. Biz endi qandaq tayyorlik qilganini bu yerda so'zlab o'tirmaymiz. Lekin mushundaq tepuluqsiz bir bunda yig'in bo'lmaydi ishlarda. Hamma bunga menimcha qoyil. Bunda yig'in bo'lmaydi. Bundaq maxsus temalarda Uyg'ur tili bilan, Uyg'ur tili slayd bilan bundaq bir yig'in bo'lmaydi. Mushtaq yig'inga kay odamni ko'rib bir xil lasli bo'ldi. Şu hissiyatım bilen şiir yazgım kelib ketib, men şiir yazıp etdim etiga. Şu ruhsatımla bilen men hozir o'zimning şiirini o'qib berma oldi bilan. Ondan keyindan muhim qarori bor. O qarorni deb o'taman. Onda olsa men şiirimni o'qib beray. Boya bilgandek men şiir yazgan odam emas, ham şiirda yozgan vaqtim yo'q. Akademiyaning ishini aldirashman. Yani tünöğün hissiyatım asaslığı, lekin bugün pek hoş oldu. Kelgenlerimi nayet köp oldu, keyfiyatım pek yaxşı. Eğer vaqt olgan bolsa, belki texim davamlaşı mümkündü. Kollarım boşap ketdi lassıda. Bakkanımda adem şalan şu zalga, tilim çaynap kaldım sözüm kılalmay. Ey Uygur'um kelmeden sen nemişka. Nege kettin qerindişim etsançu. Biz qarıgan köt göz bilen yolunga. Hatta geldi Amerika'yı yapındın, düşenmedin, sen gelmedin nemişka. Alimlerin kelgen tuğu Irak'tın, salam birey demedin ku bir kelip. Kaldın mı ya şu uygunda tehsizce, yığılığın var bu alanga ün selip. Nemi oylap nerede kaldın bilmedin. Hazırgıca cefa tattın demedin. Takışatlı beşim kökke kelsanla, yerde koydun qerindişim, ümidin. Uygurların cem bolğandı bir yerge, korktun mu ya Uygur degen bu sözdün? Bilelmedim Uygur musen emes mi? Nimen batı yeni başka Uygurdun. Yep içip bile öteydisi asango, hayvanlar mı yiyiş bilen hayvango. Senin derdin yaşaşkıla kalgan mı? Kene eyti bu sözlerim yalgan mı? Meyli nerede, meyli kim bul ey dostum. Akıbette biz emimiz Uygur'muz. Kelmesen mi bokup gelme yenimga, oylap baktın sen kelmedin nemişka. Eman o köp rahmet. Endi akademiyaning muhim bir qarorni hammaga e'lon qilaman. Hammamizning xabarda bo'lgandek, 4 yildan akademiya qurilgandan hozirgacha, ya'ni bizning faxrlik olimimiz jafokash, millatsuvar, vatanparvar olimimiz Erkinlik Qatarda Uyg'ur Akademiyasiningki faxr raislik vazifasini o'tab kelgan. 4 yil oldi, endi har qanday bir jamiyatning ichida demokratik bo'lish kerak, bir odam davomli vazifa turaversin. Bo'lmaydi, uning ustiga Erkinlik akimizning o'zining shaxsiy ahvollar bo'lgan bo'g'ashqa vazifasidan istifa bergan bo'ldi. Tafsil jarayon deb o'tmayman. Biz eng oxirida yani dunyoning Uyg'ur olimi Şöhret Mutellip akimizni Uyg'ur Akademiyasining faxr rais bo'lishiga ma'qul keltirdik, ma'qul keltirdik. Endi Şöhret Mutellip akimizning Uyg'ur Akademiyasida, yani Uyg'ur Akademiyasi deymiz, hozirgi holatimizni hammalar bilasizlar, mushunchalik. Mushundaq bir jamiyatningki faxr rais vazifani ustiga eppaganlik bizga intayin cho'ng shariat kuch-quvvat. Yani Şöhret Mutellip akimizning bizga bergan kuch-quvvati bilan biz bundan keyin albatta texmo jafoliq tirishimiz, ishlarimiz texmo yaxshi bo'lib ketadi o'ylayman. Yana qayta Şöhret Mutellip akimizga qizg'in bir chavak qalsak, Şöhret Mutellip akimizni sahneye teklif kılsak, kısa bir avaz anlasak, mayli Uyg'ur sözlendi, İngiliz sözlendi, avazı bir anlasak. Rahmet.
Sanki Uygurca söylememi bırak. Rahmet. I'll try to do my best to help you out. Thank you. Kitapını topluyorsunuz. Özellikle kitapını. Andeniz varlık tevhidimizlerine teşekkürler sayarlar. Bunu şöhret muhtelif akımızın kolunu alıyoruz. Bu endüstri çok şansları. O teşekkürlerimde şöhret muhtelif akımızın imzası var. Küllerden bir günü eğer şöhret muhtelif akımız Nobel mükafatı erişip kalsa o imzanınki kıymeti belki onda olsa barlık temi sunucular sahneyi veremez. Doktor Mahmut Yasin. Kızım çabuk. Abdüşkür Muhammed Akımız. Doktor Turul Hamid. Doktor Toluk Abdurazak. Abdülhamid Karadan. Okurcan Gani. Şöhret Said Ahmet. Kudüs Hafız Hakimiz. Doktor Rişat Abbas Hakimiz. Doktor Mehmet Emin Hakimiz. Mehmet Emin. Sizin doğru ayşın. Endişin hakkında Abbas gibi kaptın. Doktor Gülenber Bulkasım erdiniz. Mehmet Can Bekir. Doktor Ulancan Gani. Merhaba Ersin'den. Nasır Hacı Memtili. Ferhat Abdüveli. Doktor Şöhret Muhtelif Akımız var. Doktor Rişat Abbas Akımız var. Teşekkürler teşekkür kılınız. Erman'a köp rahmet. Bulur galidalar yok. Dilimdek yaxşı hemkar yok. Dilimdek bir güzel yar yok. Cahan renadır içine. Dilimdek bir güzel yar yok. Bilimdim göz tutkan yar. Bulur o gaydalar yok. Girip nefsimni
beyniga bilimdin özgü yartsa yaşınma kelsi bir günler uçağda sen kabi kar yok senin kadrini saklaşta bilimdek yaxşı hemkar yok Hem de şartlar hakkımızda bir söz bir teklif ediniz. Assalamu alaikum, aziz mehmonlar. Men yana bir qatim o'sha Uyg'ur akademiyadagi enalarninki, qarindoshlarninki o'sha 5-qatimlik Uyg'ur akademiyaning konferensini nihoyat g'albilik, yaxshi tayyorlik qilib, g'albilik ochilganga qo'shgan to'kpillarga chin qalbimdan rahmat aytaman va hammanglar shunday deb o'ylaysizlar aqchan. 2 kun yağı köydüңlar bu konferans naitdi, g'albilik bo'ldi. Hammamiz köydük, mana bizning chet eldagi ziyolilar har bir kasbdan hayotlik, Shuhrat Mutallib, meditsina, doktor, matematika, kompüter, til adabiyot, Abdushukur, hamma kasb, hamma soya fizika, hamma deb kasam Abzunga Shuhrat cloud bulutlardan tatib so'zladi ko'rdinglar. Nihoyat mazmunliq ham yuqori saviyada bir Uyg'ur akademiyaninki konferens bo'ldi deb o'ylayman. Mening birinchi qatim qatnashishim bu. Buningga hammadan yana hammanglar ko'rdinglar. Do'stimiz Shuhrat Mutallib kelib bu konferensga qatnashib, bu Uyg'ur akademiyaninki 5-qatimlik konferensni yana bir yuqori bir pallaga yetkazdi deb tushundim. Sizlar maqsaddan shunday tushungan bo'lsangiz mumkin. Hamda Shuhrat Mutallibninki yana bu Uyg'ur akademiyaninki tahrir raislik, Uyg'ur akademiyadagi qarindoshlarning taklifi bo'yicha, erkinning taklifi bo'yicha shu tahrir raislikni qabul qilganligiga yana bir qatim tabriklayman. Rahmat sizlarga. Unda bo'lsa, Xudoyim bo'lsa, yana bir qatimlik Uyg'ur akademiyaning konferensda ko'rishishga hammanglarni umid qilamiz. Ko'p rahmat. Bo'lgan bo'lsa-mu, biz burundan kelib atgan faoliyatlardan biri doktor va magistr o'quvchilarning ilmiy muhokamalari. Belki mülkiyerimizce 12. ayınınki 1-2 haftaları etrafında buluşma mümkün haber oldu kalsın. Vakti geldiğinde her xil yollar ve akademinin torbet arkalık bunu tutuş kılımız. Hemenler köp rahmet. Ben yeni en ahırda bu yığınımızdaki riyasetçisi Mustafa Aksu'ga mikrofon ötküzüp birmen. Ondan Mustafa kanı veremem. Hemenler köp rahmet. Çarçat gettiğiniz 2 gün. Hürmetlik Profesör Doktor Edip Alim Ziyadiyla, ilim süyen qarindoshlar. Bilgininglardek tünögün bugün Uyghur Akademiyasının 5-nji navbatlik xalqarалық ilmiy muhokama yig'ini mush yerda bir kelib bordik. O'zimninki shaxsiy hissiyatni aytsam, tünögün kelganda haqiqatan kelgan odamlarning soni oz bo'lib qolgandi. Mening ko'nglim shunday yerim bo'lgan, ammo bugun bolalar o'zaro bir-birini xabar tepib, texnik ko'p o'quvchilar qatnashdi. Shuni tushunib yetdimki, bu qatimgi yani yig'indan o'zimning shuni tushunib yetdim. Yo'l ochuvchilar bo'ldi ekan, yani bizning bizning ustozlarimiz bo'ldi ekan, ularning kaynidan ergish ma'nochilar va ularning izini besib chiquvchilar ko'plab chiqishi shubhasiz. Haqiqatan to'g'ri bir so'z, to'g'ri aytilgan. Undaq bo'lsa, Uyg'ur Akademiyasining 5-nji navbatlik
xalqarалық ilmiy muhokama yig'ini mushayat oxirlashdi. Hammanglarning tinch salomatlik, oilanglarga baxt, ishlaringlarga utuq tilayman. Kelarjili sog' salomat bo'lsak, yana mush yerda, mush shaharda 6-chi qatimliq ilmiy muhokamani o'tkazishga ulug' Alloh taolo nasib qilsin. Rahmat. Barliq mehmonlarningki Istanbulga sayohatini deb yaxshi bo'lsa umid qilamiz. Rahmat sizlarga. Jafo chekkanlar, omag'aysizlar. Jahon rana ichra bilimdekdir güzel yar yok